Bir oy xolodilnikda turib achigan qatiqdan shunaqangi tort tayyorladim desam ishonmasligingiz mumkin, lekin oxirigacha ko'rsangiz like bosib saqlab olishingiz ham aniq. Avtorskiy retseptim asosida noodatiy bo'lishiga qaramasdan juda ham oson va barakali trifle. Barcha quyuq va suyuq masalliqlarni bir maketdan solamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Pechni oldindan qizdirib qo'yilgan holda listga saryog'ni surib, massani burchaklarga yetkazib yoyish umuman shart emas, pechda o'zi yoyiladi. Biskvit pishguncha esa chirk bo'lgan ichimni ishqalamasdan osongina tozalab oldim. Allergiya bermaydigan xlorsiz Germaniya mahsuloti Bavi Super Очистительni solib ustidan qaynab shaqillab turgan suvni quysak, qiynalib ishqalash ham shart emas, xuddi shunaqa top-toza bo'ladi. Eslatib o'taman, pishgan biskvitimiz yaxshilab sovigandan keyin xuddi shunaqa bo'laklarga bo'lib olamiz. Ishoning, biskviti shunaqangi zo'r bo'ladi, propitka qilishingiz ham shart emas. Muzdekkina sifatli qaymoq bilan muzdekkina skushonkani yaxshilab mikser qilamiz. Idishim adashmasam 30 diametr. Shu idishga biskvitni yarmi ketdi, yarmi esa qoldi. Bu degani bemalol yana bitta tayyorlab olsangiz bo'ladi. Yoki chopperda maydalab kichkina triflechalar qilib olsangiz ham bo'ladi. Malinam bor-yu, lekin solish esimdan chiqibdi, lekin shunda ham biram mazali chiqqan, yeb o'zingizni to'xtata olmaysiz. Shokoladni o'zini eritmasdan qaymoq bilan eritib qo'ysangiz, xolodilnikka qo'yganingizda ham qotib qolmaydi. Ana endi podpiska bosib katta oilali tanishingizga jo'natib qo'ying.